Men qizimni majburlashlikni xohlamayman. O'zi xohlamagan tarzda hijobni olishligini xohlamayman. Undan yuragi siqilib turib olishligini xohlamayman. Xohlagan vaqtida tashlab yuboradigan qilib. Balki men shunday qilib xohlaymanki, uni qanoatlantirib kiysin. Uni qalbi unga xotirjam bo'lib kiysin. Uni yaxshi ko'rib turib kiysin. Mana birinchi qizim yoshi 9 ga kirganda 10-yoshga ketyapti deydi. Yo bundan sal oldinroqmidi, esimda yo'q, lekin balog'atga yetmagan edi deydi. Men fikr qildim. Allohdan yordamini so'radim. Onasiga aytdimki, "Ey onasi, bor, nimaga borib, bozorga borib, qizimga juda ham nafis, qimmatbaho bir nima sotib kelgan. Ro'mol olib kelib bergan" dedim. Oddiy ro'molni narxini hozir eslasam deydi 2 so'mga berardi. Agar juda narxi oshib ketsa 3 so'mga bitta ro'mol berardi qiz bolaga dedi. Xotinim aytdiki, "Ha bu qizingiz hali yosh-ku" dedi. Rafiqalari dedi, maktabdagi dugonalari bundan kuladi, ro'mol o'rab borsa dedi. Bu arablarda ham shunaqa, ro'mol yo'q ketgan. Rafiqasi ro'mol kiyib kuladi. Sochini yopib oladigan bo'lsa hammasi uni masxara qiladi. Men aytdimki, "Ey xotin, men ham shuni hisobini qilib bo'lganman" dedim. Mana fikrini qilib bo'lganman. Unga shunaqa ro'mol sotib qo'yingki, bozordagi eng qimmat bo'lsin. Hech kim puli yetmaydigani bo'lsin dedim. Keyin xotinim bozorga ketdi dedi. Bozorga ketib, bozordan bir joydan menga telefon qildi. Telefon qilib aytdiki, "Taqsir dedi, bir joydan ro'mol topdim. O'zi ipakdan ekan, xolis ipakdan ekan, lekin puli 40 so'm ekan" dedi. 2 so'mga bitta ro'mol beradi. O'zligi aytgan, topgan nimasi eng qimmati 40 so'm ekan dedi. O'shanda oyligim yarmi shu edi. Topadigan oyligimni yarmi shu edi. Unga aytdimki, "Sotib olgin" dedim. Desam, xotinim telefonda ajablandi. Meni qilgan fikrimdan qaytarmoqchi bo'ldi. Oyog'ini tirab turdi. Men ham o'zimni ishimda oyog'imni tirab turdim. Keyin xotinim ro'molni olib kelgandan keyin qizim kiydi uni. Maktabiga bordi. Qizimni ro'mol o'rab borganidan hayron qolishligiga qaraganda, qizlarning chiroyli ro'molligiga hayron qolishligi ziyoda bo'ldi. Ro'molning chiroyliligiga hammasi hayron qoldi. Hammasi ro'molini maqtabdilar. Aksarlar ularda bo'lmay, bunda shu ro'mol bo'lganligiga hasad ham qildilar. Hammasi uyga kelib, dadasiga "Hech yo'q, shu ro'molga yaqinroq bo'lsa ham ro'mol olib berishni majburini qildi" dedi. Bu dugonalardan ko'rgan qiz edi. Va agarchi ularning otasi sotib olib bergan ro'moli men olib bergan ro'mol narxiga bormasa ham, lekin shunga deyarli yaqin ro'molni olishga ular ham majbur qildi. Mana qizimni ro'mol o'rashligi, hijob o'rashligi faxr bilan boshlangan. Unga muhabbat bilan boshlangan. Unga birov majbur qilmadi. Unga hech kim ikroh bilan unga bu narsani kiygizmadi. Omma aytadiki, qimmatbaho narsani narxi o'zida deydi.